Assalomu alaykum. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, sizda yoki sizning yaqinlaringizda gemoroy kasalligi bo'lishi mumkin. Siz bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, gemoroy kasalligini qanaqa qilib davolash usullari yoki operatsiyagacha yetgan bo'lsa, operatsiyani qanaqa qilib yengil, og'riqsiz o'tishlar haqida to'liq ma'lumot beraman. Men Majidov Abbos Karimovich 10 yillik tajribaga ega bo'lgan proktolog vrach, aynan mana shu xonada mingdan ortiq bemorlarni gemoroy operatsiyasi orqali, gemoroyni operatsiya qilish orqali bu kasallikdan qutulishga yordam berganman. Bu videoni aynan operatsiya xonasiga olishimizdan sabab ko'pchilik bemorlar, ko'pchilik gemoroy bor bemorlar bu xonadan qo'rqish hissi orqali operatsiyadan qochib yuradi. Aslida bu xonadan qo'rqish kerak emas. Chunki mana shu xonada o'tkazilgan 20 daqiqalik og'riqsiz operatsiya sizning bu kasallikdan butun umrga qutulishingizga yordam beradi. Gemoroy kasalligining ikki xil turga bo'linadi: tashqi va ichki gemoroy. Tashqi va ichki gemoroy tugullarning chiqib qolishi esa darajasiga bog'liq bo'lib, 4 ta darajaga bo'linadi. Birinchi darajasi bemorda hojatdan keyin qon kelishi kuzatiladi. Ikkinchi darajali gemoroylarda esa bemorda hojat vaqtida, hojatdan keyingi davrlarda gemoroy tugullarining chiqib qolishi hamda qon kelishi kuzatiladi. Uchinchi darajali gemoroyda esa, uchinchi darajali gemoroyda bemorda operatsiyadan keyingi davrda anal kanalidan gemoroy tugullar chiqib qoladi va uni hojatdan keyin qon ketishi kuzatiladi. Qon ketishi bemorlar turiga qarab tomchilab qon ketishi yoki bo'lmasam shpritsi sepgandek qon sepishlar kuzatiladi. Bemor bu gemoroy tugullarini qo'llari yordamida to'g'rilab qo'yadi hojatdan keyingi vaqtida. 4-darajali gemoroy eng og'ir darajali gemoroy bo'lib, bemor tinch holatda ham anal sohasidagi gemoroy tugullarining chiqib qolishi kuzatiladi. Va bu bemorlar qo'l yordamida gemoroy tugullarini to'g'rilab qo'yishlariga qaramasdan bu holat yana qayta takrorlanaveradi. Gemoroy kasalligi o'zi bu nima? Qanday holatlarda bu gemoroy kasalligi avj olib, zo'rayib boradi? Hamda gemoroy kasalligini oldini olish uchun nimalar qilish kerak? Gemoroy kasalligi odatda ich qotishi natijasida, bir joyda ko'p o'tirish natijasida, hojatxonada ko'p kuchlanish natijasida, ayollarda tabiiy tug'ruqdan keyingi davrda gemoroy kasalligining chiqib qolishi kuzatiladi. Ba'zida shunaqa bemorlar keladi, 8 yil, 10 yil, 12 yillab gemoroy kasalligidan aziyat chekib, og'riqlardan, hojat vaqti tugullardan chiqib qolishi hamda undan qon ketishi bilan o'z holicha svecha mazza qo'yib yurgan bo'ladi. Agarda sizda gemoroyning birinchi, ikkinchi darajaliklari vaqtida, boshlanish darajali vaqtida murojaat qilsangiz, uni svecha mazar yordam beradi va u yordamda davolanib ketsangiz bo'ladi. Lekin gemoroyning tashqariga tugullarning chiqib qolishi, undan hojat vaqtida aktiv qon ketish kuzatilyaptimi? Demak, sizda gemoroyning 3-4 darajalisi bo'ladi. Bunda yagona yechim faqatgina operatsiya yo'li orqali davolash bo'ladi. Agarda sizda ham gemoroy kasalligining 3-4 darajali bo'lsa, gemoroy tugullari chiqib qolsa yoki undan hojat vaqtida aktiv qon ketish kuzatilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Bizda hozir operatsiya qanaqa o'tkazilyapti? Masalan, bemor gemoroy kasalligi bilan murojaat qilib keladi. Bemor hamma tekshiruvdan o'tkaziladi. Qon topshiradi, EKG tekshiruvi o'tkaziladi va bo'limga yotqiziladi. Bemor bo'limga operatsiyadan oldingi tayyorlovlardan o'tgandan keyin esa mana shu xonada 20 daqiqalik og'riqsiz operatsiya o'tkaziladi. Operatsiyadan keyingi davrda esa bemor 2 kun shifokor nazoratida bo'limga kuzatuvda bo'lib turadi. Shundan keyin esa 2 kun kuzatuvdan o'tgandan keyin esa uyga javob beriladi. Bizda bemor gemoroy kasalligiga murojaat qilib kelgandan so'ng to'liq tekshiruvdan o'tkazilib, analiz topshiriladi hamda bo'limga yotqizib, operatsiyadan oldingi tayyorlovlar o'tkaziladi. Keyin esa mana shu xonada 20 daqiqalik og'riqsiz operatsiya o'tkaziladi. Bemorning operatsiyadan o'tishi, tekshiruvlar o'tishi, analizlar topshirilishi, 2 kun shifokor nazoratda bo'lishi hammasi shu operatsiya narxining ichiga kiritilgan. Agar sizda ham gemoroy kasalligining 2-chi, 3-chi, 4-chi darajalisi kuzatilsa, gemoroy tugullarining chiqib qolishi kuzatilsa, undan tomchilab yoki shpritsni sepgandek qon ketishi kuzatilsa, pastda telefon nomerlarini qoldiraman, bemalol telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Unutmang, gemoroy kasalligidan uzoq yillar davomida qiynalib yurgandan ko'ra 20 daqiqalik og'riqsiz operatsiya o'tkazish orqali bu kasallikdan butunlay qutulishingiz mumkin.